Bu hikoya bir qozoq kelinchakning boshidan o'tkazgan ehtirosli voqealari. Shaxsan o'zi yozib bergan. Biz kimningdir yozib bergan ichidagi ehtirosli voqealarini o'qib eshittiramiz. Buning uchun bizni izohlarda so'kib yozishingiz shart emas. Buning barchasi real voqealarga asoslangan. Ko'p cho'zmayman, hikoyani boshladim. So'kinmasdan ko'tni qisib eshiting. Men bu uyga kelin bo'lib tushganimda barchasi go'yo tushdek tuyulgandi. Katta hovli, mehribon qaynonam, sokin hayot. Ammo bu jimjitlik ortida yuragimni titratgan bir nigoh yashirin edi, qaynotamning nigohi. U kishi sokin, vazmin va juda ham jozibador erkak edi. Har gal qarasam, u nigohlarimni tutib olardi. Dastlab buni tasodif deb o'yladim. Ammo vaqt o'tgan sayin yuragimda nimadir o'zgarayotganini sezdim. Qaynotamning ovozi, harakati, hatto jimligi ham meni o'ziga tortardi. Bir kuni tong saharda oshxonaga suv ichgani chiqqandim. U yerda u kishini ko'rib qoldim. Ko'zlarimiz to'qnashdi. U sekin menga qarab yurdi. Yuragim betoqat urardi. U hech nima demadi, ammo o'sha qarash yuragimni tilkapora qildi. Shu kundan boshlab yuragimda yashirin tuygular o'z ildizini ota boshladi. Men har kuni o'zim bilan kurashardim. Axir bu harom ish edi. Ammo yurak bu qonunni tanimaydi. Oradan kunlar o'tdi. Qaynotam bilan o'sha nigoh almashuvlarimiz davom etdi. Har gal u kishining menga tik qarashi yuragimni yana titratardi. Garchi hech qachon ogiz ochib so'z aytmagan bo'lsak ham, go'yoki qalblarimiz tilsiz suhbatda edi. Bir kuni qaynonam bozorga chiqib ketdi. Turmush o'rtog'im esa ishda edi. Uyda yolg'iz edim. Birdan eshik sekin ochildi. Qaynotam edi. U kishi qo'lida eski kitob bilan kirib keldi va dedi: "Mana bu kitobni o'qishni maslahat beraman. Ichida insoniy tuygular haqida juda chuqur hikoyalar bor." Men kitobni oldim, qo'lim qaltirab ketdi. U qo'limni biroz ushlab turdi. Bu bir zumlik holat bo'lsa-da, yuragim o'sha damda urmay qolganday tuyuldi. U hech narsa demadi, ammo qarashlarida qandaydir dard, qandaydir yolg'izlik bor edi. Shu lahzada u kishini faqat qaynotam emas, balki inson sifatida tushungandek bo'ldim. Shu kundan keyin yuragimdagi kurash yanada kuchaydi. O'zimni to'xtatishga harakat qilar, har kecha duo qilib yotardim. Ammo qalbimda bir narsa asta-sekin uyg'onayotgan edi. Bu muhabbatmi yoki shunchaki mehr? O'sha kitob men uchun oddiy adabiy asar emas, yuragimni junbushga keltirgan narsa bo'ldi. Har bir sahifada o'zimni ko'rgandek bo'ldim. Undagi ayol obrazi ham aynan men kabi, sevgisi gunoh, ammo yuragi halol ayol edi. Bir kuni kechki payt qaynotam hovlida yolg'iz o'tirgan ekan. Men ham oddiy odamman. Ammo bu yo'l emas, qizim. Men jim edim. Ko'zlarim yoshga to'ldi. U menga qarab: "Biz ikkimiz bu tuyg'uni yurakda dafn etishimiz kerak. Axir sen mening kelinimsan." Men esa u so'zini tamomlamadi. Yuragimga tik sanchilganday bo'ldi. U kishi mendan uzoqlashmoqchi edi. Ammo ichimdagi tuygular bunga qarshi edi. Shu damda qaynotam mendan uzoqlashdi, lekin men ich-ichimdan bilardim, bu tuygular hali sonmagan edi. Ammo o'sha oqshom qaynonam menga sinchiklab qarab qoldi. Go'yoki nimanidir fahmlayotganday. "Nechundir so'nggi payt ko'zingda boshqa yaltirash bor", dedi u sekin. Bu so'zlar yuragimni zir titratdi. Endi bu sir uzoq yashirin qolmasligini sezgandek bo'ldim. Kech kuz edi. Dala hovlisida yaproqlar shivirlayotgan, havo sovuqlashib borayotgan pallada qaynotam meni yana suhbatga chorladi. "Qizim, men endi bu jimlikdan charchadim", dedi u ohangdor ovoz bilan. Yuragimdagi haqiqatni aytmasam qiynalib olaman. Men hayron bo'lib yuziga tikildim. "Bilasanmi, seni birinchi marta ko'rganimda yuragimda nimadir siljiganday bo'ldi. Men sening ko'zlaringda bir nurni, bir halollikni, bir noziklikni ko'rdim. Seni sevib qoldim." Ha, shunday bo'ldi. Ammo bu sevgimni gunoh deb o'zimni chetga oldim. U chuqur nafas oldi va davom etdi: "O'g'limga seni men o'zim tanlab berdim. Chunki seni yo'qotishga kuchim yetmasdi. Hech bo'lmasa yaqinimda bo'l degan niyatda seni unga olib berdim." Biroq vaqt o'tgan sayin yuragim bu tuyg'uni ko'proq his qila boshladi. Endi esa men bu tuyg'udan qocholmayapman. Uning ko'zida yosh chaqnadi.
Men nima deyishni bilmadim. Yuragim ham xuddi shunday azobda edi. Ammo shu damda kimdir orqa tomonda oyoq tovushlarini eshitdik. Qaynonam edi. U jim qarab turardi. Ko'zlarida savol, shubha va alam aralash edi. Tong saharda uyda hech kim yo'q edi. Qaynonam tog'dagilarnikiga ketgan, turmush o'rtog'im safarga chiqqan edi. Uy tinch, soyatola edi. Men oshxonada turib choy damlayotganimda orqamdan ohista qadam tovushi eshitildi. Ortimga qarasam qaynotam. Nigohlarimiz yana to'qnashdi. Bu safar na biri chetga qaradi, na yurak jim qoldi. U menga yaqinlashdi. Nafas olishi yuragimni allaqachon chulgab bo'lgan edi. U hech narsa demadi. Faqat qo'limdan tutdi. Qo'llarimiz tutashgan on, bu yillik sukut, ichki qiynoq va yashirin sevgi bir zumda o'z ifodasini topdi. Ko'zlarimizda dard, hasrat va muhabbat bor edi. Biz hech nima demadik. U meni sekin quchogiga oldi. Bu nafaqat jismiy, balki ruhan to'liq tutashish edi. Bu sevgi edi, yashirin, taqiqlangan, ammo chin yurakdan kelgan sevgi. Shu on yuragimda ham, uning qalbida ham yillar davomida yopilgan eshiklar ochildi. Lekin biz yaxshi bilardik, bu daqiqa o'tkinchi. Bu muhabbat dunyo oldida o'z o'rnini topa olmaydi. Oylar o'tdi. Qaynotam bilan o'sha unutilmas tongdan so'ng biz bir-birimizga ortiqcha so'zsiz, ammo yurakdan bog'lanib yashardik. Bu sevgi endi bizning ichimizda yashaydigan, lekin hech kimga aytilmaydigan sehrli sirga aylangandi. Hayot tashqaridan oddiy edi. Men hali ham mehribon kelin, mehribon rafiqa, uyda xotirjamlikni saqlagan ayol edim. Ammo ichimda hayotim tubdan o'zgargan edi. Bir kuni ko'nglim aynib, holim og'irlashdi. Shifokorga bordim. Ko'z oldimda oq xalatli ayolning tabassumi va og'ir ammo mehrli so'zlari yangradi. Tabriklayman, siz homiladorman. Yuragim bir zum to'xtagandek bo'ldi. Ko'zlarimni yumdim. Birdan yodimga qaynotamning nigohlari, qo'llari va yuragidagi titroq keldi. Men bilar edim, bu hayot, bu jon, sevgining mevasi edi. Men bu sirni hech kimga aytmadim. Hatto qaynotamga ham emas. Chunki bilardim, u yuragida bu tuyg'uni allaqachon his qilgan. Vaqt o'tdi. Bola tugildi. Unga Oydin deb ism qo'ydik. Oydin bizning yashirin muhabbatimiz nuri edi. Qaynotam unga qaraganda yuzida har doim mehr, gurur va sokin baxt porlab turardi. Biz hech qachon bu sevgi haqida gaplashmadik. Ammo har qarashda, har sukunatda, har yurak urishida bu tuyg'u yashardi. Men baxtli edim. Chunki hayotimda chin muhabbat, ichki osoyishtalik va hayotiy ma'no bor edi. Endi men bilardim, ba'zida eng katta sevgilar eng sokin, eng sirli va eng chuqur yuraklarda yashaydi.